Assalomu alaykum musofirdagi do'stlarim. Sizlar uchun ish chiqaryapman mebelniy skladdan. Akalar, opalar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan agar yangi kelmoqchi bo'lsangiz, ish oqtarib yurgan bo'lsangiz, marhamat, shu ish sizlarga to'g'ri keladi, yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi, dokumentlaringizga yordam beradi. Assalomu alaykum musofirdagi do'stlarim. Moskva, Qozog'iston, Podmoskva, Qozog'iston taksilari yo'lga tushdi. Akalar, opalar, komfortniy to granitsaga bitta mashinada borib kelmoqchimisizlar? Marhamat, sizlar uchun komfortniy mashinalar yo'lga tushgan. Ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar. Avazbek akaga Sabr musofir kanalidan nomerlaringizni oldik. Granitsaga chiqmoqchimiz desalaring, uylaringizdan kelib olib ketadi. Akalar, opalar, granitsaga chiqarib, olib kelib, yana yuzgacha tashab qo'yadi. Glavnisi Sabr musofir kanalidan oldim desalaring, nomerda yana skidkasi bor. Akalar, opalar, srochniy ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Granitsaga chiqmoqchi bo'lsalaring, dokumentlaringizni so'rovga o'tib ketgan bo'lsa ham o'zlari yordam berishadi, beradi. Smenasiga 3700 rubl to'lanadi. Videoni to oxirigacha ko'ringlar. Polniy usloviyasini aytib o'taman. Nima ish qilinadi, hammasini aytib o'taman. Akalar, opalar, videoga bardonadan like bosinglar. Обязательно kommentariyaga o'tib kommentariy yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ko'pchiliklar kommentariyaga yozyapti. Taksi pulini agar borsak to'lab beradigan ishxonalar bormi deyapti. Ha, shunday ishxonalar ham bor. Akalar, opalar, mana shu ishga kelsalaring bo'ladi. Faqat konkretniy ishlaydigan odamlar. Chunki O'zbekistonlik 4 ta akamizni ishga chaqirgan edik, taksi pulini to'lab beramiz dedik. 4 ta akadan kelib turib bittasi yetib keldi. Bittasini mayli taksi pulini ham to'lab berdik. Bizni aldadi, lekin mayli taksi pulini ham to'lab berdik. Ishxonaga kelib bir kun ishlamasdan turib qochib ketgan. Biz na pasportini olgan edik, na boshqa narsasini olganmiz. Ishxonadan qochib ketgan. Akalar, opalar, чтобы shunday situatsiyalar bo'lmasligi uchun kelasizlar. Akalar, taksi pullaringizni to'lab beradi. Чтобы shunday situatsiya bo'lmasligi uchun kelasizlar, dokumentlaringizni registratsiyaga topshiramiz. Sirazi bir haftadan keyin registratsiya chiqadi. To u paytgacha sizlar bemalol ishlab tursalaring bo'ladi. Dokumentlaringizni olasizlar, o'sha borasizlar, patentga topshirasizlar. Akalar, opalar, bunday qulayliklar har qaysi kompaniyada ham yo'q. Bu o'zimizning kompaniya, o'zimizga qarashli. Akalar, opalar, yana bir marta aytib o'taman usloviyasini. Yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi. Ishxonaga mashin bilan olib borib keladi. Bular hammasi bepul. Akalar, opalar, bundan tashqari yana 5-6 ta obyektimiz bor. Ularga ham agar odam kerak bo'lib qolsa, aytlarda qaysidir obyektda 3 mahal ovqat beradigan bor. Akalar, opalar, smenasiga 3700 rubl betday yoziladi. 3700 rubl kuniga olasiz, toza qo'lingizga qoladi. Dokumentingizga ham yordam beradi. Akalar, opalar, 11 soat ish erkak kishilarga, krepki erkak, baquvvat erkaklarga. Nima ish qilinadi? Nakladnoy beradi, qog'oz. Nakladnoy beradi. O'sha nakladnoyga qarab borasiz, tovar terasiz, borib turib keyin отгрузка qilinadi, mashinga yuklanadi. Shuncha ishi bor. Ishi oson, akalar, opalar, bemalol kelib ishlasalaring bo'ladi. Bizning kompaniyada bundan tashqari yana aytib o'tganimdek 5-6 ta joyda ish bor. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xohlaysizlarmi sizlar uchun har kuni ish chiqarishimni? Agarki ha bo'lsa, kommentariyaga o'tib, kommentariyaga yozinglar, gazini bosinglar. Qancha ko'p kommentariy yozsalaring, shuncha kommentariyalarni o'qiyman va ishlarni chiqarishda davom etaman. Bu o'zimizning kompaniyaga qarashli. Ko'nglingiz to'q bo'lib, bemalol kelsalaringiz bo'ladi. Chunki bu kompaniyada o'zim anchadan beri ishlayman, oyligini beradi, oyligini kaknada garantiya bilan olyapti. Men o'zim Tojikistonda yurgan bo'lsam ham, mana pulini kaknada beryapti. Bolalar ham ishlashyapti. Xudo xolasa yaqinda o'zim ham Rossiyaga boraman o'sha shu 1 oyning ichida. Inshaalloh odamlar bilan gaplashamiz, video qilamiz, kim qanday ishlayapti, nima ish qilyapti, qancha oylik olyapti, hammasini ko'rsataman. Endi kanalimni kuzatishda davom etinglar. Обязательно подписка qilinglar, like bosinglar, kommentariyni gazini bosinglar. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaringiz uchun. Sog' omon bo'linglar. Alloh panohida bo'linglar.